alaykum. Vodiy ahli, mana bugun biz Andijon viloyati Andijon shahriga tomga penalon quyish xizmati bo'yicha yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Vodiy ahli, mana bugun biz Andijon viloyati Andijon shahriga tomga penalon quyish xizmati bo'yicha yetib kelganmiz. Hozirgi turgan joyimizga 7 sm qilib quyib beryapmiz. Tomingizni ustiga, loy suvog'ini ustiga quydirmoqchi bo'lsangiz, yo vassani ustiga quydirmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.